Assalomu alaykum Zafarbek Ibro obunachilari. Avvalambor hammalarga bugungi kunlarni fayzli, barakotli qilib Alloh ro'zi nasib aylasin. Mana inshaalloh bu yilgi sezonimizni ham boshlamoqdamiz. Xudo xolasa reyslarimiz qo'yilgan. Har kuni reyslarimiz bo'lib turibdi. Asosiysi bu yerda o'zim bilan birga boraman deydigan insonlarga 21-chislo bilan 24-chisloni orasida inshaalloh ketamiz. Shunga murojaat qilib, obunachilarimga murojaat qilmoqchimanki, kim xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa, mana shu 21-24-iyun oralig'ida bormoqchilar bo'ladigan bo'lsa, pasportinglarni tashlab, o'rninlarni bron qilishlari mumkin. 14 kunlik paketimizni mana o'zingizlar bilasizlar. 3 kuni Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'ladi. Mehmonxonalarimizga keladigan bo'lsak, mehmonxonalarimiz ancha yaqin, chunki Qurbon hayit tugagandan keyin hammalar qaytgan. Hozir mehmonxonalar bo'shab qolgan. Shuning uchun yaqinroq joylarda mehmonxonalar qilganmiz 2 oyga. O'shaning uchun kim xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa, mana shu kunlarda borsanglar, Xudo xolasa Ka'bani aylanishda ham oson qiyinchiliklar bo'lmaydi, odam ozroq. Chunki mana qishlarda bordik, mana o'zingizlar ko'rdinglar, Ramazonda bordik, har yil Ramazonda o'shada bo'lamiz. Odam ko'p, iloji bo'lsa haramga kirgandan keyin Ka'batullohni baytini ushlashga ham, yaqinroq tavof qilishga ham iloji yo'q. Bu yilgi kunlarda shunaqa qiyinchiliklar bo'ldi. O'shaning uchun yosh katta onaxonlarimiz bo'lsa, aka-uka birodarlarimiz bo'ladigan bo'lsa, xo'p, harakatlilarni qilinglar, pasportlarni tashlab bron qilinglar. 24-iyunga chiqib ketamiz. Bu 21-dan 24-gacha deganimizning sababi jumani mo'ljallayapmiz. Bir jumani Madina Munavvarada o'qishga harakat qilamiz. Ikkinchi jumamizni Makka Mukarramada o'qishga harakat qilamiz. Shuning uchun chislosini bir kun aytilmagani sababi jumani hisobini olamiz. Seshanba yo chorshanba kunlariga yetib borsak, juma inshaalloh payshanba kuni chiqib ketsak, nimaga jumani Madina Munavvarada o'qishimizga nasib qiladi, Xudo xolasa. Pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Xudo xolasa qolgan so'zlarni telefonda bir so'rasanglar, tushunmagan narsalar bo'lsa, batafsil men o'zim sizlarga tushuntirib boraman. Hamda u joylarga borganda nima olish kerak, nimalar qilish kerak, hamma narsalarni men o'zim birga boraman, o'zim o'rgatib, o'zim birga borib, birga qaytaman, o'zim birga olib yuraman.